Assalomu alaykum. Sizni noldan tarkiting deb nomlangan 5-darsimda ko'rib turganman. Juda ham xursandman. Bugungi darsimiz oxirgi dars hisoblanadi. Ya'ni shu noldan targeting bo'yicha darsimizni oxirgisi. Bu darsda biz leadlarni integratsiya qilish bo'yicha gaplashamiz. Sizda o'tgan darsda savol tug'ilishi mumkin. Ya'ni lead tushyapti, leadlarni sketchat qilib har bir soatda o'zimiz o'tirishimiz kerakmi, tashlab berishimiz kerakmi yoki o'zimiz har bir soatda sketchat qilib chiqishimiz kerakmi degan savollar tug'ilishi mumkin. Bu vaziyatda bizda integrator saytlar yordam beradi. Ya'ni lead tushishi bilan sizga Telegram botga yoki Telegram Google Sheets'ga leadlarni o'tkazib berish mumkin bo'ladi. Bu bo'yicha biz ko'pincha holatda 3 ta sayt O'zbekiston holatida 3 ta saytni ko'proq ishlatamiz. Ya'ni birinchisi o'zimiz eng ko'p foydalanadigan make.com, ikkinchisi Apex Drive saytidan foydalanamiz, uchinchisi albato.com. Uchalasidan aktiv holatda foydalanamiz. Afzalliklarni sizga afzalliklarni ham aytib beradigan bo'lsam, eng arzon holatda integratsiya bo'yicha make.com da narxlari anchagina arzonga tushadi. Ya'ni siz o'zingiz biznesingizga bo'ladigan bo'lsa 10-11 dollarga oylik to'lov bilan umumiy leadlarni siz avtomatizatsiya qilishingiz mumkin bo'ladi. Apex Drive ga keladigan bo'lsak, xuddi shu narx 25 dollar, albatta unda shu narx 50 dollar hisobida o'tadi. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa boshlaymiz. Biz make.com orqali sizlarga ko'rsatib beraman. Xo'p, birinchi bo'lib bu yerda make.com ni yozib olamiz. Bu yerda sizlardan sajat qilishini so'raydi. Misol uchun Google orqali Google'ni qo'shib sajat qilsanglar ham bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri shunda kirib ketaveradi. Qo'shimcha savollar so'rashligi mumkin. Savollarni ketma-ketlikda belgilab kirib ketsanglar bo'ladi. Menda akkaunt tayyor bo'lgani uchun faqatgina tayyor holatini sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Ya'ni bundan ro'yxatdan o'tish juda ham oson. Ya'ni ko'zinglarning o'tib ketasizlar xudo xolasa. Mana make.com ochilganda sizlarda deyarli hamma narsa pustoy holatda bo'ladi. Bizda hozir shu paytga yaqin 30 mingtaga yaqin integratsiya amalga oshirgan ekanmiz bu oyda. общий 18 dollarlik tarifdamiz. Umumiy hisobda 20 mingta operatsiya beradi. Undan tashqari yana 10 mingtadan oshiqroq ishlatib qo'yibmiz. Xullas kelganinglarda sizlarda ham xuddi shunaqangi oyna ochiladi. Bu yerdan create tugmasini bosamiz, ya'ni noldan, ya'ni yaratamiz. O'sha shunaqangi tugma chiqadi sizlarda ham. Bu yerda agar Facebook Leads Ads degan narsa chiqmaydigan bo'lsa, sizlarda buni bu yerdan yozsanglar chiqib keladi. Facebook Lead Ads degan narsani tanlaymiz. Bu yerdan New Lead tanlaymiz. Bu yerda yana Add knopkasini bosamiz. Ya'ni bizda qanaqangi forma bor edi, formaning nomini yozamiz. Misol uchun lead degan forma bor edi, lead degan formani osamiz. Bu yerda mana menda Facebook akkauntimga ulangan. Agar sizlarda ulanmagan bo'lsa, bu yerdan add qilib bossanglar, mana Facebook nomini yozib qo'yasizlar. Nimadir? Facebook. Bu yerda to'g'ridan-to'g'ri Facebookka o'tib ketadi va Facebookka ulanadi. Menda mana xuddi shunaqangi yozuv chiqadi. Продолжать qilib ketsanglar, Facebookga avtomatik tarzda ulanib qoladi. Bu narsa menda ulangan, shuning uchun ulashda ko'rsatib o'tmayman. Xuddi shunaqa ulanadi. Undan keyin page tanlaymiz. Hozir tanlaganimizdan keyin page tanlaymiz. Umar Ibragimov degan straniца ochgan desanglar bo'lsa, shu page tanlayapman. Mana lead yangi degan formamiz. Knopkani bosaman. Select all qilamiz bu joyda. Sahayt qilamiz. Yana bitta bu yoqda bo'lim ochamiz, add qilamiz. Bu yoqda ham Facebook Lead Ads tanlaymiz. Bu yerda Get Lead Details degan narsa turibdi, shuni tanlaymiz. Mana xuddi shunaqangi oyna ochiladi. Page tanlaymiz yana. Page tanlaganimizdan keyin yana formani tanlash kerak bo'ladi. Formani tanlaymiz. Lead ID so'raydi. Lead ID-ga Lead ID-da belgilab qo'yamiz va yana sahayt knopkasini bosamiz. Uchinchi bo'lib esa biz Telegram botni tanlaymiz. Misol uchun Telegram botga integratsiya qiladigan bo'lsak, Telegram botni, Sheets'ga integratsiya qiladigan bo'lsak, Google Sheets'ni tanlaymiz. Men sizlarga eng qulayroq, eng osonroq variantni Telegram bot orqali ko'rsatib beraman. Bu yerda send text message, ya'ni SMS orqali Telegramga jo'natishni tanlaymiz. Mana xuddi shunaqangi oyna ochiladi. Agar sizlarda hozir umuman kirganinglarda hech qanaqangi bu yerda bu anaqa gruppa yoki yozuv bo'lmaydi, add tugmasini bosasizlar.
Telegram botni nomini yoz deyapti. Misol uchun gruppalarning meni nomim misol uchun Umar lead deb ochib qo'yaman. Bu token so'rayapti. Endi bo'lsa Telegramga o'tib olamiz. Yo'lga ketib qoldi. Xuddi shunaqa qaytadan yozib qo'yamiz. Telegram botga o'tib olamiz. Telegram botdan bu yoqqa my yoki Fazer deb yozsak ham chiqadi. Bot Fazer degan botimiz bor. Bu menda ochilgan. Yo'q, hozir. Bot Fazerda galochka bori bor. Bot Fazer galochkaligini topib kiramiz va bu yerda Photoshop New Bots'ni bosamiz. Uje menda 20 ta bot yaratgansan deyapti. Bot yaratishing uchun nimadir o'chirib yubor deb yozib chiqadi. My bot'ni ezamiz. Misol uchun shu botni men o'chirib yuboraman. Yes, shu endi qayta bot ochsam bo'ladi. Agar sizlarda 20 ta atrofida bot ochib ko'rsatyapti, agar to'lib qoladigan bo'lsa, qaysidir kerak emasini o'chirib yuborib, qaytadan ochsanglar bo'ladi. Yozyapti. Misol uchun Umar leads deb yozdim. Endi botni username qo'y deydi. Bu joyga Umar leads bot deymiz. Bo'ldi. Bizda bot tayyor. Mana bu HTTP IP bilan bizga token beryapti. Bu tokenni copy qilib olamiz va bu yoqda teramiz. Token, xuddi shu tokenni teryapman. Bu yoqga lead deb qo'yaman. Misol uchun leads saqlanib tugmasini bosaman. Uje menda ochildi. Endi grup ochishimiz kerak bo'ladi. Gruppani new group qilamiz. Misol uchun Hasanboyni qo'shdik. Bu yerga Umar leads group, ya'ni shu yerga leadlarni tushadigan gruppa bo'ladi. Qo'shamiz. Buning ichiga endi ikkita bot qo'shishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni hozir bittasi hozir ochgan botimiz, undan tashqari yana bitta qo'shimcha bot qo'shish kerak bo'ladi. Qilamiz. ID bot, ya'ni my ID bot post yozsanglar shu bot ham chiqadi, shu botni qo'shamiz. Plus endi hozir Umar leads bot, mana hozir ochgan botimiz, shu ikkalasini qo'shamiz. Endi buni qilganimizdan keyin edit qilamizda, shu ikkalasiga administratorlikni beramiz. Bunga beramiz. ID my ID botga ham admin beramiz. Bo'ldi. Gruppaga qaytadan kiramiz. Qaytadan kirib bosganimizda yana chiziqchani ezsak yoki telefondan ko'rganimizda xuddi shu yonga chiziqchani ezadigan bo'lsak bizga chiqadi. Bu yerda ID bot tanlaymiz. Ya'ni bizda minus chiziqchali ID beryapti. Shu IDni copy qilib olamiz va bu yoqqa yana qaytib o'tamiz. Mana bizdan chat ID so'rayapti. Chat ID degan joyga shuni tanlaymiz. Tanlaganimizdan keyin tekst yozishimiz kerak. Misol uchun target bo'yicha lead. Ya'ni xuddi shu nom bilan bizga gruppaga lead tushadi. O'sha lead ismi. Misol uchun mana bu yoqdan ismingiz degan joyni ismini tanlaymiz. Raqami. Faol ishlaydigan raqami. Endi bog'lanish vaqti misol uchun ikkinchi raqami fon number. Saqlanish tugmasini bosamiz va run once degan narsani bitta yozib olamiz, stop qilamiz. Hozirgi holatda, ya'ni bu narsani ishlayapti, ishlamayotganligini bilish uchun naryoqda metaga o'tib
Seriyada bo'lsa, men momentalniy formani test qilishda ko'rsatgan edim. Mana bu yerda bitta lead paydo bo'lib qolgan. Agar test qilinmagan bo'lsa, hozir mana men test qilganim uchun bu yerda sizning murojaatingiz qabul qilindi, ya'ni registratsiyani oxirgi bo'limda turibdi. Agar test qilmagan bo'lsangiz, siz boshqatdan test qilgan holatingizda, ya'ni u yoqdagi mekka lead o'tadi va sizning gruppangizga уже lead tushishni boshlaydi. Shu orqali siz gruppadagi avtomatizatsiyani to'g'ri ulagan yoki ulamaganligingizni test qilib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Telegram botga ulash xuddi shu ketma-ketida qilsangiz, xudo xolasa hammasi hech qanaqa muammosiz joyida bo'ladi. Bu yerda integratsiyani ham nomini oxirida belgilab qo'yishni unutmanglar. Leads deb qo'ysak, misol uchun keyinchalik tashqariga chiqqanda adashtirib qo'ymaymiz. Agar Google Sheets orqali ulamoqchi bo'lsanglar, ya'ni leadlarni to'g'ridan-to'g'ri Telegram gruppaga emas, Sheetsga ulamoqchi bo'lsanglar, xuddi shu ketma-ketlikda bo'ladi va oxirida faqatgina Google Telegram botni emas, Google Sheetsni belgilaysizlar. Xuddi shunaqangi ketma-ketlikda belgilab chiqsanglar yetarli bo'ladi. U hamma biznesga ham to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun faqatgina Telegram botni ko'rsatib beryapman xolos. Xudo xolasa darsimiz shu joyda yakunlandi. Yana xudo xolasa foydali videolarda, foydali darsliklarda o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying va sizda target bo'yicha qanaqa muammolar tug'ilayotgan bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirsangiz, keyinchalik shu muammolar bo'yicha yoki shu qiziqtirgan mavzularingiz bo'yicha darslik qilib chiqishga xudo xolasa harakat qilamiz. Ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.